Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bugun sizlar bilan davom etamiz. 4-IQ testni ishlashni boshlaymiz. Xo'p, ketdik. Yaxshi. Birinchi misoldan boshladik. Qaranglar, bu yerda shunaqa belgi turibdi. Bu shuni hisoblash kerakligini bildiradi. Mana qarang. D bilan A. D ni topaman. Mana A va D ni ushladimda. Ro'parasida nima turibdi? A turibdi. Demak, A ekan. Mana A. Endi A bilan E ni billa qarashim kerak ekan. A ni ushladimda, bu yog'idan E ni topaman. Ikkalasi billa bo'lsa nima chiqar ekan? B chiqar ekan. Demak, mana buni natijasi B. Bizdan C va B ni so'rayapti. Mana C, mana B. Ikkalasini kelgan joyi, tutashgan joyi A bo'lyapti. Demak, javob A bo'ladi. To'g'ri javob A varianti mana belgilab qo'ydim. Shu bilan birinchi savolimiz tamom. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchisida e'tibor beramiz, qaranglar. Xo'p, qonuniyat berib turibdi bizga. Xolos shuni topishimiz kerak. Mana bu 50 dan foydalansam x bilan z ni yig'indisi. X ga z qo'shadigan bo'lsam 50 ekan. Mana bu yerda y ni yozadigan bo'lsam y z bilan x ni yig'indisi, ya'ni y barobar x qo'shilgan z. Tepada yozdik buni 50 ga tengligini, xulosa bu ham teng 50. Bo'ldi. Bu yig'indini hisoblayman desam x ga z ni qo'shganim 50. Unga y ni qo'shadigan bo'lsam y ham 50. Natija 100. To'g'ri javob mana A variantida ekan. A ni belgilab qo'yamiz. Shu bilan bu misolimiz ham tugadi. Ikkinchi savolning javobi A. Endi uchinchisiga o'tamiz. Uchinchisi tepada mana yana qo'shish kelyapti. X ga x qo'shsam 32, demak x ham 16. X ni foydalanib oldik 16 ligidan. Endi qarang, z ga z ni qo'shsam 20 ekan. Demak, z 10, bu 10. 15 chiqish uchun z ga y ni qo'shyapman. Demak, y im 5. Xulosa, hammasini topib oldik. Z ga, ya'ni 10 ga qo'shishim kerak x ni, ya'ni 16 ni, ayrishim kerak y ni, ya'ni 5 ni. Hisoblab chiqadigan bo'lsak 21. To'g'ri javob E varianti bo'ladi. Mana E ni belgilab qo'yapmiz. Shu bilan misolimiz tugadi. Endi 4-chisiga o'taman. 4-chisiga qaraydigan bo'lsak, bu yerdan ana qanaqadir mana bu yerda ishini bermayapti, nimadir qilsang chiqadi deyapti. Xulosa mana qarang, 1 kere 4 4 to'g'ri keldi. 2 kere 4 8 to'g'ri keldi. 3 kere 4 12 bo'lish kerak. Karrani bermaganda o'zimiz topdik karraligini. 1 kere 5 5, 2 kere 5 10, 3 kere 5 15 mana to'g'ri kelyapti. Y 10 ekan. 1 kere 6 6, 2 kere 6 12 ga, 3 kere 6 18 ga mana hammasiga to'g'ri keldi. Bizdan so'ragan narsasini topib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, x im 12 qo'shilgan, y im 10 ayrilgan ikkita z. Ikkita zim 6 bo'lgani uchun 12 bo'ladi. Natijani hisoblasam 10 bo'ladi. To'g'ri javob D ekan. Mana D ni belgilab qo'yapmiz. Shu bilan 4-savol ham tugadi. Endi 5-si. A ni topishimiz so'ralyapti. Yaxshi. Bu yerda S ga S ni qo'shsam 12 kelib chiqishi bor va bu S 6 ligini bildiradi. Mana bu yerdan xulosa qilaman S ni 6 ligini. Endi qarang, A ga B ni qo'shsam 6 ekan. A qo'shilgan B barobar 6. Mana A dan B dan foydalanib topdim mana. Endi bu joyda mana 6 ga B ni qo'shsam 2A. Xulosa kelyapti mana. B ga 6 ni qo'shyapman. Javob chiqyapti 2A. Mana shu ikkalasi yordamida son tanlab qo'yib olsam bo'laveradi. Qarang. B 6 dan kichkina son necha bo'lishi mumkin? Bir qator qo'yib chiqaveraman. To'g'ri keladigan bitta variant bor. B ham barobar chiqadi. Xo'p. 4 u 2 to'g'ri kelmaydi. 3 u 3 bo'lsa 9 to'g'ri kelmaydi. B ham 2 bo'lish kerak, A ham 4 bo'lish kerak. Mana topib oldik. Demak, A 4. To'g'ri javob E variantida turibdi. Mana E ni belgilab qo'yamiz. Bo'ldi, shu bilan bu misolning javobi ham chiqdi. Endi keyingi 6-savolga o'tamiz. 6-savol mana qo'shish yordamida hosil qilinyapti ekan. Bizda ketdik. Nima qilamiz? Qarang. Xo'p, nima qilamiz? Tak. Mana yumaloqqa ikkita to'rtburchakni qo'shsam 3 ta yulduz 3 burchak chiqyapti. Mana 3 ta 3 burchagim barobar ekan. Bitta yumaloq bilan harfga o'tib ketdimi? Yo'q, bizga harf emas. Bitta yumaloq bilan ikkita to'rtburchakni qo'shganimga mana chiqdi, ha? Bundan foydalanib oldim. Endi ikkita yumaloqqa bitta uchburchakni qo'shganim, to'rtburchakni berishdan foydalanaman. To'rtburchagim barobar ikkita yumaloq plus bitta dona uchburchak. Endi qarang, mana bu narsani yumaloqlarga bog'lashimiz kerak bo'lyapti. Yumaloqlarga bog'layman. Buning uchun qarang. Mana bu to'rtburchakni olib kelib, mana bu yerga qo'yib yuboraman. Nima bo'lishini ko'ramiz. 3 ta uchburchak bu tomonda turibdi. Plus
dumaloq teng plus masada teng edi. Mana shu yerda. Hoppa, mana teng edi. Yumaloq plus 2 ta to'rtburchakning o'rniga mana bundaqadan 2 ta, ya'ni 2 yumaloqning o'rniga 4 yumaloq qo'shiladi. Bitta uchburchakning o'rniga 2 uchburchak qo'shiladi. Mana yozib oldim. Endi xulosa qarang. Bu tomondan 2 uchburchakni, bu tomondan 2 uchburchakni topishsam, bitta uchburchak teng bo'ladi. Bu yog'idagi 5 ta dumaloqqa. Mana bitta uchburchagim 5 ta dumaloqqa teng ekan. Endi bundan foydalanadigan bo'lsam, qarang. Mana bu yerda yozganim ham bor. To'rtburchagim nimaga teng edi? 2 yumaloq bilan 3 burchak edi. Buni 3 burchakni o'zi 5 yumaloqqa tengmi? Demak, to'rtburchagim 7 yumaloqqa teng. To'rtburchak barobar 1 2 3 4 5 6 ta 7 yumaloqqa. Endi bizdan shu ikkalasining yig'indisini so'rayapti. 3 burchagim menga 5 yumaloqqa teng. Xo'p, 5 ta, bunim 7 taga teng. Jami bo'lib 12 ta yumaloq bo'lyapti. Qaysi javobda 12 yumaloq berilgan bo'lsa, o'shani tanlayman. Ketdik. 3 ta, 3 ta, 3 ta, 3 ta. Javobda 12 ta berilgan, mana ni tanladim. Qolganlarida 10 ta va hokazo. Bo'ldi, shu bilan 6 ham chiqdi. Endi 7 ga o'tamiz. 7 qaraymiz, bir boshdan hisoblab chiqishimiz kerak bo'ladi. Eng ichkaridagi qavsni topamiz oldin. Xo'p, qaysi? Mana buni hisoblasak bo'ladi. Z bilan to'rtburchak. Mana Z to'rtburchakni topaman. Ikkalasidan xulosa to'rtburchak ekan natija. Demak, buni natijasi to'rtburchak. Mana yozib oldim. Endi keyingiga o'tdim. Dumaloq bilan, mana bu dumaloq bilan, mana bu belgi. Dumaloqni olaman, bu belgini olaman. Ikkalasining natijasi nima ekan? Mana Z ekan. Z qo'yib qo'yaman. Mana Z qo'yib qo'ydim. Endi qarang, bizdan aytayotgan joyi bor. Mana bu 3 burchak ham turibdi endi. 3 burchak bilan hisoblab olishim kerak-da. Mana 4 burchak. Keyin mana bu 3 burchak belgi, chiq bo'yalgan. Keyin Z, yana bitta 3 burchak belgi. Faqat bu yog'ida oldin qavs bor. Keyin mana bu yulduzcha bilan nimadirdi? Olsam Z chiqish kerak. Mana hozircha shuna turibdi. Bu yerda bitta soddalashtirish amalga oshirib olishim kerak. Qarang, buni hisoblab olaveraman. 4 burchak bilan Z. 4 burchak Z ikkalasi birga bo'lsa, mana 4 burchak chiqyapti. Xulosa bu 4 burchak. 4 burchakka birga qilsam, nima mana qora tak yumaloqni birga qilyapman. Kim bilan birga qilsam Z chiqadi degan joyga qarang. 4 burchakni kim bilan birga qilsam Z chiqadi. 4 burchakni olaman. Z'ni topaman. Kim bilan birga qilsam, yulduzcha bilan birga qilsam, demak, mana buni natijasi yulduzcha bo'lish kerak. Shunda to'rtburchak kvadrat va yulduzchani birlashtirsam Z chiqadi. Mana yulduzchaligini topdim. Yulduzchaga nimani birga qilsam, yulduzcha chiqadi degan holatga o'tyapti. Mana qarang, yulduzcha bilan bu natijasi bu ekan. Xulosa, yulduzchani olaman. Nima qilsam, yana yulduzcha chiqqan. Mana demak, Z bo'lish kerak. Mana bu so'rovda Z bo'lsa, okey, ya'ni yulduzchasi chiqadi rostdan ham. To'g'ri javob variant ekan. Mana ni bo'yab qo'yapmiz. Shu bilan chiqdi javobim, mana Endi 8-siga o'tamiz. 8-savol. Ko'paytirish ketyapti. Bizda nima deyapti? A ni B ga ko'paytir deyapti. Keyin C ni D ga, xullas hammasini bir-biriga ko'paytirib chiq deyapti. Bu yerda son tanlab topsam bo'ladi. Qarang, son tanlamasam ham bo'ladi-yu o'zi aslida. Ketdik. Ko'paytirish A ni B ga ko'paytirsam nima? A ko'paygan B 8 ekan. Keyingi narsa qarang. A ni C ga ko'paytirish boshqani topaveraman. Undan ko'ra qarang. D ni C ga ko'paytirsam nima? C ni D ga ko'paytirsam mana qarang. C ko'paygan D natijasi 36. To'g'rimi? Mana topib oldim. A ni B ga ko'paytirganim 8, C ni D ga ko'paytirganim 36. Umumiy natija 8 kara 36. 36 kara 8 ni hisoblab qo'ysam bo'ldi. Har birini alohida topib o'tirishim keragi yo'q. 36 kara 8, 8 kara 6 48, to'g'ri dilda. 8 kara 3 24, to'g'ri dildagi bilan 28 bo'ladi. 288 to'g'ri javob C variant bo'lyapti. Mana shu bilan bizda 8-savol ham tugadi. Bugungi IQ testlarimizni tahlili ham tugadi.